Hammani muammosi hal bo'ldi desam ishonasan. Bu 980 grammli Snapdragon X prosessorda 16 GB DDR5, LPDDR5 operativ xotirada 512 GB SSD, ekran OLED bo'lgan, kera alyuminiy, ya'ni keramik korpusda bo'lgan 14 dyumli ZenBook. Bu notebook 1 kilodan 20 gram yengil bo'ladi. Bu hozirgi dunyodagi eng yengil ultrabooklardan bittasi. Keramik korpusda o'zini komplektida mana shu travel adapteri bo'ladi. Zaryadkani shunday cho'nchangizga solasiz. Ortiqcha narsa kerak emas. Bitta kichkina sumkaga solasiz, olib ketaverasiz. Batareykasi 19 soatga yetadi. Og'irligi 980 gram. O'zining original Windows'i bor. 2025-yilda chiqqan. Oxirgi ZenBooklardan bittasi. Model to'g'risidagi batafsil informatsiya agar sizga qiziq bo'lsa, bizning veb-saytdan ko'rishingiz mumkin. Bunaqa premiumli narsalarni bizdan arzon narxda do'konimizdan kelib xarid qilishingiz mumkin yoki veb-saytimizda tanishib, onlayn buyurtma berishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab dastavka bor va bu ruscha inglizcha klaviaturada ofitsial 1 yillik Asus'dan garantiyasi bilan mana shunaqa yengil ultrabooklarni arzon narxda xarid qilishingiz mumkin.